Tadbirkorlar, hurmatli Terim xo'jalik raislari, men Agrobank Ato'g'ri o'qituvchilar boshqaruvchisi Azimov O'rtajon bo'laman. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatimizni rivojlantirish uchun, yana ish o'rni bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlar ochish uchun, yangi g'oyalarni amalga oshirish uchun juda katta Prezidentimiz tomonidan katta qarorlar, loyihalar ishlab chiqilmoqda, joriy qilinmoqda. Bizi bank tomonidan har xil produktlar, ya'ni har xil mahsulotlar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda hech qaysi qaytamollashirish stavkasi bugungi kunda 14% bo'lsa ham, firma xo'jaliklarimizga eng kam foiz stavkalar, ya'ni 14% da tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orishda kredit berilyapti, lazerni tekislanishda kredit berilyapti. Qolgan yo'nalishlarda hozir O'zbekiston banklari orasida eng kam foizda